Assalomu alaykum. Bugun biz yosh kitobxonimiz Davronbek bilan O'tkir Hoshimning Daftar hoshiyasidagi bitiklar sevimli Albatta. o'zbek xalqining sevimli asarlaridan biri, yoshlarimizning sevimli kitoblaridan biri haqida fikr yuritamiz. Albatta. Daftar hoshiyasidagi bitiklarga keladigan bo'lsak, bu asar adibni 40 yil davomida, ya'ni umrini oxirigacha yig'ib yozgan maqolalari yu uni fikrlari haqida yoritilgan asar hisoblanadi. Bu asarni o'qiganimdan keyin meni fikrlash doiram, dunyoqarashim anchagina o'zgarib ketgan. Anchagina boyigan. Ayni bu yerda birinchi menga yoqqan gapi, bu asarning ichiga kirib borishimda yoqqan gapi shu bo'lganki, insonlar hozirda biz ibtidoiy zamonga qaytib ketyapmiz. Chunki insonlar kitob o'qimay qo'ydi degan gapi bo'lgan. O'shandan keyin qiziqib, to'xta, bu kitobni oxirigacha o'qiychi, yana nimalar bor ekan deb bir boshidan o'qib boshlaganman bu asarni. Buni ichida demak iqtiboslardan keltirib o'tamiz doimiy. Bunda yana bir narsa borki, 20-asr deydi, odamlarni deydi ilmga qarab yetakladi. 20-asr ilm zamoni bo'ldi deydi. Ya'ni odamlar deydi texnika, kompyuterlar yaratdi. Odamlar katta-katta suvosti kemalar yaratdi. Odamlar yaxshi loyihalar, boshqalar yaratdi. Ammo 20-asr deydi, bu zavolli, ya'ni yovuz zamon ham bo'ldi. Qiyin zamon bo'ldi, dushman zamon bo'ldi deydi. Chunki sabab odamlar yadroviy qurollar yaratib bir-birini yo'q qila boshladi deydi. Odamlar 20-asrda deydi ilm uchun deydi turli xil tibbiyot dorilar yaratdi deydi. Ammo atom bombasini yaratdi deydi. 20-asr zamoni shunaqa zamon bo'ldi degan gaplari bor. Bundan tashqari uni bir laylak voqeasini aytadigan bo'lsam, bir kuni ona kichkina bolasi bilan mehmonga ketayotgan bo'ladi. Yo'lda bir kuygan chinorni tepasida bir laylak uyasini ko'rib qoladi. Bola hayron qiziqib so'raydi. Ona, bu nima desa, bolam laylak bu. Laylak desa, ozgina yurib yana ona, bu nima? Laylak dedim, bolam laylak. Yaxshi gap bilan. Uchinchisida ham so'raydi. Ona, bu nima desa, kep onasi bolasini peshonasidan o'pib qo'yib, bolam laylak bu. Laylak desa, ha deb birga ketadi. Oradan ancha yil o'tadi, bola navqiron, o'smir bo'ladi. Ona ancha qaragan, ko'z ancha qiyinlashgan, yaxshi ko'rmayapti. Xuddi o'sha laylak uyani yoni. Yaxshi ko'rmayapti-da, aytayaptiki, bolam deyapti, ana u nima deb so'rayapti. Laylak, aya, laylak deyapti. Birozdan keyin yana bolam, ana u nima desa, laylak dedim-ku, laylak deyapti. Bolani ovoz temposhyapti. Va oxirgisida yana bolam, mana bu nima desa, laylak dedim sizga, nima ko'zingiz ko'rmi deb do'qlab gapiryapti. Xuddi o'sha bolani o'sha yerda qanday mehr bergan bo'lsa, o'sha yerda ona aytayapti, so'rayapti. Ammo boladan teskari atvet bo'lyapti. Uni ish ko'p, qaysar, oilasi bor. O'sha onani gap yoqmayapti bolaga. U yerda aslida nima desa bo'ladi? Nima eksang shuni o'rasan degan gap bor. Lekin u yerda ona to'g'ri fikr bilan, to'g'ri tarbiya bilan bo'lgan, lekin bola u narsaga to'g'ri tushunmagan yoki uni jamiyatda o'sishida boshqa atrof muhit ta'siri ham shu darajada bo'lganki, onaga gap qaytarib, onaga qattiq do'qlab, onani ko'ngliga ham tegadi deb o'ylamayapti. Tezroq yursangiz-chi, laylak dedim-ku sizga, hadeb qaytaraverasizmi, ko'zingiz ko'rmi degan gaplar bular endi juda bir yomon odamga ta'sir qiladigan gaplar bo'lgan. Bundan hozirda endi shunaqa yoshlarimiz ko'payib ketdi. Oilalarda mana shunaqa holatlarni kuzatish. Shunaqa holatlar ko'payib ketyapti. Ya'ni aynan tarbiya bilan bog'liq bo'lmagan holatlar, ya'ni texnika asri deymizmi, yo shoshilishni, yo onadan ko'ra
bolalarni ko'p ish Shunday. ish muhiti o'zgartiradimi? Onaga nisbatan, onalarimizga nisbatan qadrini yoshlarda Shunday. Endi ish muhiti deydigan bo'lsak, endi ishlaydigan odamlar sal o'zini tutib olgan bo'ladi. Lekin hozirda na bir ishni eplamayotgan, na bir ta'limni eplamayotgan, tunni kun telefondan ajramayotgan bolalarda ko'proq ko'rib qolyapmiz-da bu narsani. Nafaqat bolalar, u onani aslida qizlar ko'proq tushunadi-da, qiz bola. O'g'il bola otani ko'proq tushunadi. Lekin qiz bola ham onaga qarab do'qlab, janjal qilib, nima qizim mana bu yerda supurib qo'y, mana uni yuvib qo'y desa, ana bunisichi? Bu nima qiladi? Faqat men qilamanmi? Bu shunaqa gaplar ko'payib ketyapti. Aynan o'sha davrda yozilgan asar hozirgi kunda ham o'z anaqasini yo'qotmagan. O'z mazmunini Shunday mazmunni yo'qotmagan. Bundan tashqari Bundan tashqari albatta oila uchun yana bir chiroyli bir hikoyasini yozgan O'tkir Hoshimov. Bir kuni Nodira begim eri Amir Umarxon bilan nimadadir tortishib qolar ekanda. Bilasizlar, Amir Umarxon Qo'qon xoni bo'lgan. Ayni o'sha xon davrida tortishib qolganda Amir Umarxon aytar ekan Nodira begimga, bugunoq saroydagi o'zingizga eng qimmat deb bilgan narsani xazinadan oling-da, Andijoningizga qaytib keting ertalab derkan. Sizga javob derkan. Keyin o'sha kuni tuni bilan katta bir mehmondorchilik yeb ichar bo'lgan, mehmonlar kelgan atrofdan Shirakayev bo'lgan shoh uyquga ketadi-da, uyqudan tursa, qandaydir aravada yo'lda ketyapti. Shunda ko'zini ochib o'tirib, ne qarasa yonida xotini Nodira begim bor. Bu nimasi? Qayerga ketyapsiz desa, Andijonga desa, Andijonga men sizni keting devdim. Men birga boraman demagandim. Deb Amir Umarxon aytsa, Nodira begim aytgan ekanki, siz menga saroydagi o'zingga eng qimmatli deb bilgan narsani o'zing bilan olib ket devdingiz. Menga eng qimmatlisi sizsiz. Shuning uchun sizni olib ketyapman degan ekan. O'sha yerda Amir Umarxon hamma yo'ldagi demak karvon to'xtatib, orqaga Qo'qonga qaytgan ekan va o'shandan buyon Nodira begim bilan urushmagan ekan biror marta. Bu asar endi hozirgi yoshlarimizga aynan kerak bo'lgan asar hisoblanadi. Albatta, hozir nafaqat yoshlarimiz, kattalarimiz ham o'qish kerak. Chunki hozirgi aytgan hikoyam oilani qadriga yetish, oilada bir-birini qadrlab yashashni tushuntiradigan hikoya hisoblanadi. Buning ichida men ayni iqtiboslardan hikoyalarni 100dan 1%nigina hozirlarga aytib o'tyapman. Bu kitobni to'liq tushunadigan bo'lsanglar, to'liq o'qiydigan bo'lsanglar, albatta hammalaringizga yoqadi deb o'ylayman. Insonni fikrlash doirasini ancha kengaytiradigan va oq va qorani tanishga anchagina yordam beradigan asar hisoblanadi. Oramizda juda ko'pchilik o'qigan, ayniqsa o'rta yoshdagilar sevib mutolaa, haligacha sevib mutolaa qilishadi va bundan keyin ham o'qishadi deb o'ylayman. Va qayta o'qishga arzigulik kitob. Albatta, qayta o'qishga arzigulik. Har o'qiganingizda ichidan yangi mazmun topaverasiz bu asarda. Rahmat. Izohlarda qiziqarli fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Albatta.